O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevga ochiq murojaat. Men O'zbekiston Respublikasi prokuratura tizimida 25 yil ikkita tumanda tuman prokurori, Respublika Bosh prokuraturasi boshqarma prokurori, 5 ta viloyatda viloyat prokurori o'rinbosari va viloyat prokurori birinchi o'rinbosari lavozimlarida nominal xizmat qilib kelgan Adliya polkovniki Farhod Shaymanovman. Men 20 yil adolatsizliklar bilan kurashib, jinoiy mafiyaning homiylari tomonidan mahrum qilingan polkovnik unvonimni, tortib olingan formamni qonunlarimiz asosida qaytarib olganligim sababli formada sizga murojaat qilishni lozim topdim. Men o'z kasbimga, o'z qasamiyatimga, o'z xalqimga, o'z davlatimga hamda davlatimizni odil islohotlar olib borayotgan, butun dunyoni o'z islohotlari natijalari bilan lol qoldirib kelayotgan o'sha vaqtda bosh vazir, bugungi kunda prezident Shavkat Mirziyoyev sizga sadoqat bilan xizmat qilib kelganman. Bu sadoqatim va siz tomonidan yuborilgan odil topshiriqni ijobiy bajarishim natijasida birinchi prezidentimiz Islom Karimov tomonidan prezident apparatiga chaqirilib, shaxsan menga rahmatnoma e'lon qilinishi, unvonini ko'tarish va mustaqil ishga chiqishim haqida topshiriq berilishiga erishdik. Ammo bu topshiriq Rashid Qodirovning aralashuvi tufayli amalga oshmadi. Muhtaram Prezident Shavkat Mirziyoyevich, sizning aql idrokingiz, kechagi kunda tinmasdan ishlashingiz, orttirgan barcha hayotiy tajribalaringizni davlatimiz ravnaqi yo'lida to'g'ri yo'naltirib, davlatimizning olib borgan islohotlarning natijalari bilan, ayniqsa tashqi iqtisodiy aloqalarni, hamdo'stlik aloqalarini hamda ichki rivojlanish ishlarimizni natijalarini qo'lga kiritib, butun dunyo prezidentlarini, xalqini lol qoldirib kelayotgan bir jasoratli prezidentsiz. Men siz bilan faxrlanaman. Sizning islohotlaringiz, ayniqsa islohotlarning bir turi, ayniqsa sport islohotlari oladigan bo'lsak, sportdagi aql zakovat sultoni bo'lgan shaxmatga alohida e'tibor berib, shaxmatni rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan 3 ta qaroringiz va farmonlaringiz tahsinlarga loyiqdir. Sizning bu borada olib borgan islohotlarning natijalari va sportchilarni qo'llab-quvvatlab kelayotgan barcha harakatlaringiz, ular konvertatsiyalarni ochishi, nafaqat tadbirkor yoki boshqa davlatlar o'rtasidagi holatlar, sportchilar uchun konvertatsiya ochilishi, ularning mashqlarini xorijiy davlatlarda o'tkazishiga imkoniyat yaratib berdingiz. Bugungi kunda sportchilarimiz sizning bu qo'llab-quvvatlashingizdan juda kuchli motivatsiya olib, davlatimizning dunyoning turli davlatlarda o'tkazilayotgan sport turnirlarida qatnashib, birinchi o'rinda olib, O'zbekiston, yangi O'zbekiston davlatining bayrog'ini yuqori ko'tarib, yangi O'zbekiston madhiyasini chaldirishiga sabab bo'layotganlik bu taskinlarga loyiqdir. Albatta bu bilan faxrlanamiz. Sizning muhtaram prezident aql idrokingiz bilan kechagi kunda tinmasdan ishlashingiz va bu borada ortayotgan barcha yutuqlaringizni bardavom bo'lib, yanada davom ettirishimiz uchun davlatimizda qonun ustuvorligini, xalqimiz manfaatini himoya qilishda, davlatimiz manfaatini himoya qilishda, davlatimizga kiritilayotgan investitsiyalarning huquqlarini, tadbirkorlar huquqlarini himoya qilishda qonunlarning bir xilda va to'liq ishlashi ustidan oliy nazoratni olib boruvchi prokuratura mas'uliyatini keskin kuchaytirish kerak. Ulardan talabni keskin qattiq qo'yish kerak deb hisoblayman. Muhtaram Prezident Shavkat Mirziyoyev, sizning 2005-2006 yillar o'z xalqingizning, o'z davlatingizning yer osti boyliklarini talon-taroj qilishiga befarq bo'lmasdan, Qashqadaryo viloyat davlat xavfsizlik xizmati idorasiga, prokuraturaga va viloyat ichki ishlar boshqarmasi zimmasiga yuklab yuborgan maxfiy topshirigingiz bizlar tomonidan, shaxsan mening rahbarligimda, shaxsan davlat xavfsizlik xizmati boshqarmasi boshlig'i Aleksandr Morozov rahbarligida ijobiy bajarilib, qonun ustuvorligi ta'minlandi. 70 ga yaqin jinoiy mafiya gumonlanganlar qonun oldida javob berishi ta'minlandi. Tergov jarayonida ushbu jinoyatlar faqat bir kun emas, bular 10-15 yillar davomida davom etib kelayotganligi va jinoiy mafiya allaqachon ildizlar chuqur otib bo'lishga ulgurganligi aniqlandi. Ayniqsa O'zbekistonda qonun ustuvorligini bir xilda va to'liq bajarish ustida oliy nazoratda olib boruvchi sobiq bosh prokuror Rashid Qodirovning davlatimiz tomonidan berilgan topshiriqni, hukumatimiz topshiriqni ijobiy bajarishi va uni qo'llab-quvvatlash o'rniga jinoiy mafiyaning manfaatini ko'zlab, qonunga zid topshiriq berishi meni shokda qoldirdi. Ularning o'z xizmatlari doirasidan qonunsiz foydalanib,
qonunga zid harakatlar natijasida qonunlarimiz ham bizlarni himoya qilishga ojizlik qilib, bizlar asossiz jabrlanib qoldik. Mana 20 yil, 2006-yilda 20 yildirki biz adolatli topshiriqni ijobiy bajarib, bugungi kunda jinoiy mafiya tomonidan tahlil qilingan millionlab pullarga vijdonimizni almashtirmasdan, sobiq bosh prokuror Rashid Qodirovning qonunga zid topshirig'ini sizning adolatli xalqparvar topshirig'iga almashtirmasdan qonun ustuvorini ta'minlab berganligimiz va bu bo'yicha birinchi prezident Islom Karimovning rahmatnomasini eshitgan bo'lishimizga qaramasdan bugungi kungacha siz rahbarlik qilib kelayotgan sud davlatimizda odil islohotlar olib borayotgan bir paytda atrofingizdagi ayrim mulozimlarning sizning islohotlaringizga teskari ish olib borish natijasida bizlarning huquqlarimiz hamon poymol qilinib kelinmoqda. Men sizning bu borada qabulingizni so'rab 500 dan ortiq telegrammalar, murojaatlar yubordim. Men murojaatlarim sizga yetib bormayapti deb o'ylab yurgandim. Yaqinda bilishimcha, mening murojaatlarim sizgacha yetib borganligidan xabar topdim. Muhtaram prezident, inson dunyoda bir marta yashaydi. U o'zidan ya yaxshi ot qoldiradi, ya yomon ot qoladi, nom qoldiradi. Menga ta'sir qilayotgan narsa bir narsa. Menga ta'sir qilayotgan narsa bugun O'zbekistonimizda odil islohotlar olib borayotgan, ayniqsa sud huquq islohotlarining olib borayotgan jasoratli prezidentimiz o'sha vaqtda o'z xalqining, o'z davlatining manfaatlarini ko'zlab topshiriq bergan, uni ijobiy bajarishiga ega bo'lgan Shavkat Miromonovning bugungi kunda prezident bo'lib turgan vaqtda bizlarning shu topshiriqni halol, vijdonan bajargan xodimlarning huquqlarini poymol qilinishiga va siz bundan xabardor bo'lib, bunga befarq bo'lishingizga men ishonmayman. Men sizni jasoratli prezident sifatida doim tan olib kelyapman. Men sizni yaxshi bilaman. Men sizni Jizzax viloyat hokimi davringizda, sizning rahbarligingizda ishlagan davrimizda sizdan ko'p narsa o'rganganmiz. Ayniqsa rahbarlik ishlarini sizdan o'rganib, o'zimizni bu sohada ustozim deb tan olganmiz. Siz mening murojaatlarim bo'yicha 2-3 marta xodimlarga topshirib berganligingizni men eshitganman. Lekin siz bergan topshiriqni sizning orqangizdan pichoq urishga tayyor bo'lib turgan va bugungi kunda ham sizning oldingizga yo'l bermayotgan, mening murojaatlarimni kirishiga ham to'sqinlik qilib kelgan jinoiy mafiyaning shogirdlari o'tirgani sababli siz aynan ulardan ma'lumot so'raganingiz, ularga qo'l kelib, bugungi kunda sizga noto'g'ri ma'lumot berib ya'ni Shaymanov jinoiy javobga tortilishi kerak edi, lekin prokuratura tizimidan chetlashtirilgani bilan chegaralandi deb ma'lumot berib sizni chalg'ityapti. Men 2008-yil, ya'ni bundan 8 yil ilgari men asossiz javobgarlikka tortilganman, asossiz tizimdan bo'shatilganman. Shu holat bo'yicha siz ularning bergan ma'lumotlarga ishonib qolyapsiz. Muhtaram Prezident Shavkat Miromonovich, sizning bu bebaho so'zlaringiz mening quloqim tagida hamon yangrab turadi. Ya'ni siz men kadrlar masalasini hal qilishda davlat xavfsizlik xizmati tomonidan berilayotgan ma'lumotlarga muhtoj emasman deb aytgansiz. Ming afsus, bugungi kunda ham davlat xavfsizlik xizmatidan olayotgan ma'lumotlar bilan o'zingizning sadoqatli xodimlaringizning, vijdonli xodimlaringizning sizning yoningizda kamarbasta bo'lib, sizning islohotlarni qo'llab kelayotgan kadrlaringizning nomiga qora dog' tushishiga sabab bo'lishi kuzatilmoqda. Eng e'tibor bering, e'tibor bersangiz, men sizning maxfiy topshirig'ingizni, Qodirovning jinoyat ishi men tomonidan qamoqqa olinganlarni chiqarib yor degan topshirig'ini sizning adolat topshirig'ingizga almashtirmaganidan keyin Rashid Qodirov menga qasdlanib hech bir asossiz Qashqadaryo viloyat prokurorining birinchi o'rinbosari lavozimidan ozod qilib, bir past lavozimga qo'yib, 10 kun ichida menga nisbatan provokatsiya uyushtirib, meni asossiz qamoqqa oldi. U bilan tinchimasdan meni qamoq podvalda 10 kun ichida turli jismoniy tazyiqlar o'tkazib, o'zimning sodir etmagan jinoyatimga iqrorlik ko'rgazmasi olishga harakat qildi. Bundan tashqari siz Bosh vazir Shavkat Miromonovich shu vaqtda sizga tuhmatona ko'rsatma yozib berishni talab qildi. Afsuski bu qilmishlariga erishalmagandan keyin meni asossiz javobgar qilib yubordi. Bugungi kunda ular o'zlarining mudhish harakatlarini, ya'ni o'sha vaqtda menga bosim o'tkazib, sizga ko'rsatma olishga harakat qilganligini va menga nisbatan noto'g'ri, g'ayri qonunga zid o'tkazgan jismoniy tazyiqlarini hamda o'sha vaqtda
menga sen kimga ishonyapsan? Sen bosh vazir Mirziyevga ishonyapsanmi? Mirziyev ertaga men qamoqqa olaman, seni ham qo'shib qamoqqa olaman degan so'zlari yuzaga chiqib fosh bo'lib qolishidan qo'rqib, bugungi kunda barcha harakatlar bilan meni sizga yaqinlashmasga harakat qilishmoqda. Bu shu holat bo'yicha mening 2008-yil javobgar qilingan bo'lsa, 2009-yil 1 yildan keyin men chiqib kelganligimni eshitgan Rashid Qodirov o'zini qo'yarga joy topmasdan tezda o'zining kuyovi Surxondaryo viloyat davlat xavfsizlik xizmatida tergov bo'limi boshlig'i ushlab kelgan. O'sha vaqtda o'zini Xudoning yerdagi soyasi deb bilgan, xohlagan ishini qilgan To'raqulovga aytib, To'raqulov tomonidan menga tuhmatlarni ko'rgazma topib berishni talab qildi. To'raqulov nima qilishini bilmay 8 yildan keyin 2008-yilda voqea bo'lyapti. Lekin 8 yil men allaqachon asosiy jazoni o'tab kelganimdan keyin 8 yil o'tib o'sha Nodir kuyov Nodir To'raqulov orqali bir xodimga ta'sir o'tkazib, jismoniy ta'zir o'tkazib, uning buyragini urib, yorib, uni qon peshab qilish holatigacha olib kelib, undan menga nisbatan kadrlar masalasi bo'yicha ko'rsatma olib, buni Nodir To'raqulov Respublika davlat xavfsizlik xizmatiga va davlat xavfsizlik xizmati Rashid Qodirovga yetkazgandan keyin bu holat bo'yicha ish qo'zg'atib, Respublika boshqarmasi shaxsan Rashid Qodirov rahbarligida tergov boshlandi. Tergovda bu narsalar hech o'z isbotini topmasdan Nodir To'raqulovning bosim orqali jismoniy kuch ishlatib asossiz ko'rgazma olganligi fosh bo'lib qolgandan keyin ushbu jinoyat ishini yopishni lozim topdi. Chunki bu narsada shu darajada javobgar qilyapsa, ertaga javobi qattiq bo'lishini sezdi shekilli O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 83-moddasining 2-qismi bilan bekor qilindi. Agar 1% ham isbotini topganda edi, meni ayamasdan 2-marta 8 yildan keyin men yana sizlarga ma'lumot bermasligim uchun, bu bor holatni oydinlashtirmasligim uchun bu meni javobgar qilishga tayyor edi. Bundan tashqari jinoyat javobgarlikka tortgandan keyin ular shu bilan chegaralanib qolmadi. Men jazoni ijro ishi joylarida 1 yil jazo o'tagan bo'lsam, o'sha yerda meni zaharlab, jismoniy yo'q qilishga harakat qildi. Afsuski, mening ehtiyotkorligim sababli ularning bu qilmishlari amalga oshmadi. Shu holat shundan keyin men shu masalada davlat xavfsizlik xizmati idorasida tuhmat ma'lumotini beruvchilarga qarata hamda bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev tomonidan prezidentimizga noto'g'ri axborot berayotganlar holatiga bir qarata bir gap gapirmoqchiman. Men o'rtoq Nig'matilla Yo'ldoshev bosh prokurorsiz, qonun ustuvorligini bir xilda bajaruvchi, qonunlarni bir xil bajarsa oliy nazorat olib boruvchisiz. Sizdan noto'g'ri harakatlar boshlansa, boshqadan nima kutishingiz mumkin? Siz bugun Nodir To'raqulov tomonidan berilgan topshiriq, Nodir To'raqulov tomonidan majburlab olingan ko'rsatma bo'yicha sizib qo'yilgan spravkani prezidentga axborot berib, u kishini chalg'ityapsiz. Men o'sha vaqtda bosh vazirimiz, bugungi kunda prezidentimiz Shavkat Miromonovich tomonidan o'z xalqimizning, o'z davlatimiz manfaatini ko'zlab bergan adolat topshirig'ini davlat xavfsizlik xizmati idorasi bilan ijobiy bajarib, birinchi prezident Islom Karimovdan minnatdorchilik, rahmatnoma eshitib, bugungi kunda asosiy javobgarlik bo'lib, bugun o'zimizning harakatimiz, intilishimiz tufayli bugungi kunda mutlaq aybsiz deb eng e'tibor tomoni Respublika bosh prokurorining protsessiga asosan biz mutlaq aybsiz topilib, bugun Respublika bosh prokurorining barcha huquqlarini tiklash, polkovniklarni tiklash, formani qaytarib berish, moddiy va ma'naviy zararlarni undirish, ishga tkilish haqida buyrug'i chiqarib 8 yildan beri siz buni tiklamasdan paysaga solib kelyapsiz. Bu holat bugungi kunda adolatsizlik keltirib chiqaradigan sababi birgina bir viloyatda, Surxondaryo viloyatida 9-10 ta xodimlaringiz o'zlari turli holatlar bo'yicha pora bilan qo'lga tushdi. Har biri 4-5 ta fuqarolardan 5 ming, 3 ming, 4 ming, jami 12 ming, 30 minggacha pora olib, jinoiy javobgarlikka tortilib, tergovda o'z ayblariga iqror bo'lib, o'zlari pushaymonlik bildirib, olgan pullarini egalariga qaytarib berib, keyin sudda ham o'z ayblariga iqror bo'lib, olgan pullarni egalariga qaytarib berib, xalqimizdan kechirim so'raganlarini biz hammasidan xabarimiz bor. Lekin bularni siz tezda oqlab, yana prokuror lavozimiga, bo'lim bosh lavozimiga tiklab qo'ydingiz-ku. Nahotki davlatimiz manfaatini ko'zlab bergan o'sha vaqt bosh vazir, bugungi kunda prezident Shavkat Miromonovichning adolat topshirig'ini ijobiy bajarishda qonunlarimiz tomonidan himoyasiz qolib, jabr ko'rgan xodimni bugungi kunda yosh kadrlarga misol tariqasida ko'rsatish maqsadida ham
bunday ularga shu yo'nalishda shijoat berish o'rniga siz meni shulardan ham past ko'ryapsiz. Nahotki bu narsani Alloh ertaga so'rovini Alloh tomonidan so'rov bo'lsa kerak. Bu o'ylamaga hali ham kech emas, buni o'ylab ko'rish kerak. Adolatni, haqiqatni oy bilan bo'lmaydi. Oyni etak bilan yopib bo'lmaydi deganday bu narsa albatta yuzaga chiqadi. Muhtaram Shavkat Miromonovich, bugun siz o'sha davlatda yer osti boyliklarini jinoiy mafiyadan himoya qilishda topshirib bergan bosh vazir emassiz. Bugun siz davlatimizning, keraksa mamlakatimiz, dunyomizda barcha prezidentlarning lol qoldirib, o'zingizning ishchanligingiz, o'zingizning yutuqlaringiz bilan lol qoldirib kelayotgan prezidentsiz. Bugun bu masalaga siz ijobiy yondashishingizni iltimos qilaman. Chunki bugungi kunda sizga sadoqat bilan, sizga o'z jonini ayamasdan xizmat qilib, yoningizda kamarbasta bo'lib kelayotgan askarlaringizning huquqlarini himoya qilishda siz o'sha ortingizdan hanjir urmoqchi bo'layotgan, o'sha sizga qarshi ish olib borayotganlarning berayotgan tuhmat, bo'xton ma'lumotlariga qarab bu xodim askarlaringizni ham himoya qilolmay kelyapsiz. Bu shuningdek shu jinoiy mafiyaning hamon shogirdlarini berayotgan ma'lumotlari bilan siz aldanib o'zingizning adolatli qarorlaringizni qabul qilmayotgan ko'rinasiz. Men sizday jasoratli prezident Shavkat Miromonovich bunday hislatlarni bo'lmasligini Allohdan so'rab qolardim. Hurmatli Shavkat Miromonovich, men sizga yuborayotgan telegrammalarim va murojaatlarimda prezident administratsiyasida malakali, vijdonli, xalqparvar davlatlar xodimlar o'rtasida bir ishchi davlat komissiyasi tuzib, shu masala bo'yicha bir tekshiruv o'tkazib, aniqlangan holatlar bo'yicha qonuniy bir qaror qabul qilishingizni iltimos qilib yuborib ko'rsatib kelyapman. Lekin bugungi kungacha birorta xizmat tekshiruviga birorta harakatlar bajarilmay kelmoqda. Hurmatli Shavkat Miromonovich, shu masalaga shaxsan o'zingiz ijobiy yondashib, bugungi kunda sizning adolatli topshirig'ingizni, xalqparvar topshirig'ingizni ijobiy bajarib, qonunlarimiz tomonidan himoyasiz qolib jabrlanganlarni, ya'ni shundan keyin Respublika bosh prokurorining protsessiga asosan Oliy sudda mutlaq jinoiy hodisa yuz bermagan deb, bu O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 83-moddasining 1-qismi mutlaq bunday jinoiy hodisa yuz bermagan deb oqlangan bugungi bosh prokurorning barcha huquqlarini tiklash, Shaymanov bosh prokuror polkovnik unvonini tiklash, barcha asosiy buyruqlarni bekor qilish, ishga qabul qilish, moddiy ma'naviy zararlarni o'ndirish haqida bergan buyruqlarning bajarilishi 8 yildan buyon paysalga solib kelinayotgan holatlarga, hamda bugungi kunda siz yurtimizda o'zingiz rahbarligingizda olib borayotgan odil islohotlarga, ayniqsa sud huquq islohotlarida bugungi kunda shu islohotlarni ko'rib turgan internetlarda 20 milliondan ortiq fuqarolar kuzatib, bugungi kunda davlat manfaatini himoya qilib berilgan adolat topshiriqni bajargan prokurorning huquqlari bugungi kungacha poymol qilinib himoya qilinmayotgan bo'lsa, oddiy bizlarning huquqlarimizni kim himoya qiladi degan ma'noda sizning olib borayotgan sud huquq islohotlariga ishonmasdan qolayotganligiga asosiy sababchi bo'layotgan rahbarlarni aniqlab, ularga keskin chora ko'rishingizni men iltimos qilaman. Shu masalada meni suhbatga chaqirib, bu fikrlarimga aniqlik kiritishingizni iltimos qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizga cheksiz hurmat bilan Adliya polkovniki Farhod Shaymanov.